وسع كرسيه السماوات والأرض. uning kursisi o'zining qudratiga mos bir holda osmonlar u yerni qamrab olgan. Dengizlar usti bo'ladimi? Galaktikalar bo'ylab bo'ladimi? Zamonlar u makonlar bo'ylab bo'ladimi? ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. U zot ularni muhofaza qilishdan charchamas. Bandalar undan o'zlariga kerakli barcha narsalarni so'rasalar, u zot ato etsa, bu uning mulkidan zarracha kamaytira olmaydi. Osmonlar u yerning tashkil topib turishi u zotda hech qanday charchoqni hosil qilmaydi. Chunki u barcha narsalarning hokimidir va u hamma narsadan oliy va ulug'dir. U qudratli, u eng kuchli, muhtoj bo'lmagan, hukmdor, hokim, Robb, yaratuvchi. Bu Allohning ta'rifidir. Endi sizga savol. Siz ushbu ta'rifga mos kela oluvchi yana kimnidir bilasizmi? Biror xalq, qabila, qirollar, prezidentlar, korporatsiyalar, biror shaxs, otangizmi, amakingizmi, umuman yana qandaydir qahramonlarmi, kim? Yo'q, bilmaysiz. Topa olmaysiz ham.